ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu dunyo baxtli kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo siz bizga tavranmas iymon, ishonch, e'tiqod ato qilsin. Sizlar mayli nada bo'linglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga yaxshi oila, yaxshi farzand nasib qilsin. Hurmatli qarindoshlarim, men bir yil burun oilam jannatim degan ism bilan 16 qismliq bir yurish dars so'zlagan edim. Bu darsimda bir musulmon oilasiga aloqador, bir ayollik mas'uliyat, majburiyat, huquqqa aloqador temalarda to'xtalgan edim. Masalan, bir yigit qizni qanday tanlaydi, o qizda qanday sifatlar tepilish kerak. Bir qiz bir yigitni qanday tanlaydi. Bu kelgusi avlodning dadisi bo'lgan bu yigitda qanday sifatlar tepilish kerak. İslamdaki erlerning majburiyati, mas'uliyati nima, huquqi nima, ayollarning islomdagi huquqi va majburiyati nima degan temalarda so'zlagan edim. Endi oila to'g'riliq so'zlagan bo'ldik. Endi oila bo'lgan ekan, bu oilada ko'pincha ahvolda farzandlar bo'ladi. Bu farzandlar bo'lsa, biz ota-onalarning yurak parimiz. Bularning baxti bizning baxtimiz. Ularning baxtsizligi bizning baxtsizligimiz. Shuning uchun mush balla tarbiyasi masalasi bir musulmon ota-onaning hayotidagi eng xatarlik, eng muhim masala. Chunki ularni yaxshi tarbiyalasak, dunyo oxiratlik baxt saodatimiz qo'lga kelsa, ularni tarbiyalamay tashlab qo'yish dunyo oxiratlik baxtsizligimizga sabab bo'ladi. Bu farzandlar bo'lsa Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan bir omonati. Bu Allohning omonatiga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi qarindoshlar. Mas'uliyatsiz qilish qat'iy bo'lmaydi. Agar biz mushu ballarni yaxshi tarbiyalasak, yaxshi mukofotga, tarbiyalamasak jazoga erishimiz. Bu Alloh bizdan bu haqda chuqum bir-birlab so'raydi. Bu kallamızda aniq bo'lish kerak. Endi biz mushu islomda farzand tarbiyasi deymiz. Bu islomda farzand tarbiyalasak, qaysi nishon bilan tarbiyalaymiz? Qanday bal tarbiyalaymiz desak, buning javobi qarindoshlar. Birinchi biz solih, safoliq, o'ngliq bir musulmon avlodi tarbiyalash maqsad qilindi. Ikkinchisi keraklik, yaramliq, qulidan ish qiladigan, o'zining ishini, nenini halol mehnat bilan mahoratiga, kasbiga, bilkiga tayinib topalaydigan, boshqalarning oldida yerga qarab qolmaydigan, pul molni deb boshqalarning oldida bo'yin egmaydigan bir avlod tarbiyalash maqsad qilindi. Uchinchisi mayli qandaqli bo'lmasin, muayyan bir sohada islom va musulmonlarning qurilishiga hissa qo'sha oladigan, insoniyatga foyda yetkaza oladigan, yaxshilikni bo'rib yomonlikdan to'salaydigan, o'zini men musulmon ummatining bir parchasi, musulmonlar islom kuchlik, izzatlik bo'lsa, men kuchlik, izzatlik bo'laman. İslam musulmonlar ojiz, xor bo'lsa, men xor bo'laman deb mushundaq e'tiqod tushuncha bilan va mushundaq yashaydigan bir avlod tarbiyalab chiqish mana islomdagi avlod tarbiyasi aninki asosli nishoni shu qarindoshlar. Endi biz dedik shu farzand tarbiyalash haqiqatan bir xatarlik va muhim masala dedik. Chunki men shunda desam mubolag'a ketmaydi.
biz musulmonlarningki asosiy kuchlik nuqtamiz mush farzandimizda. Ya'ni kelajak istiqbol yulduzlarida qarindoshlar. Chunki musulmon dunyosi yoshlish qarab ketib olsa, musulmon emas Allah, taraqqiy qilgan Allah qiyirliq qarab ketib bordi. Musulmonlarning farzandi nihoyatda jiq sizlar bilasizlar. Shuning uchun bizningki mushu balla tarbiyasiga ahamiyat berganimiz, kelajagimizga ahamiyat berganimiz. Biz ballarni yaxshi tarbiyalash bilan kelajagimizni qurib chiqamiz. Ballar bizning kelajak yulduzlarimiz, istiqbolimizning yulduzi. Shuning uchun bu ballarni yaxshi tarbiyalaydi. Shuningga diqqat qilaylik, hurmatli ota-onalar. Mayli sizlar dunyodagi birinchi boy Bill Gatesdek pul tepanglar. Uzanglar o'qib, Einstein, Yusuf Has Hojibdek gigant olim bo'lib ketinglar. Ammo farzandinglarni yaxshi tarbiyalayamsanglar, sizlar mag'lub bo'lgan bir ota-ona. Chunki sizlarning u dunyolik, bu dunyolik baxt saodatinglar farzandinglarning baxtli bo'lishi bilan mukammal takomil bo'ladi. Sen bir davlatning podshosi ekansan, lekin balang sen o'ylagandek bir bola bo'lmasa, demak sening hayotingda mana bu bola bir o'smig o'xshaydi. Shuning uchun mana bu farzand tarbiyasi bizning dunyo oxiratlik baxt saodatimizga munosabatlik. Endi mushu biz ummatlarningmi kelgusi mushu istiqbol yulduzlariga aloqador. Shu avlodlarimizning tarbiyalashimizga aloqador. Chunki shu bolalarni biz mush o'z qo'limizdan tarbiyalaymiz. Qanday tarbiyalash? Hammamizningki o'ziga beqishlik qarindoshlar. Bal tarbiyalash haqiqatan tas. Ammo qarindoshlar, siz biz mu'min musulmon, siz biz oxiratga iymon keltiramiz. Haqiqiy aqlli dono kishi oxiratga iymon etgan, oxirat uchun amal qilgan, oxirat uchun ko'ngil bilgan va o'zining bu dunyoda nima uchun yashaydiganligini bilgan odam haqiqiy aqlli odam. Haqiqiy aqlli odam o'zining asosliq diqqat e'tiborini oxiratga qaratgan odam. Sen qachonlaki oxiratni birinchi o'ringa qo'yib turib yaşasang, mush dunyoda eng to'g'ri birinchi qadamni qo'ygan bo'lsa. Endi sizlar deyishinglar mumkin, bu farzand tarbiyalash bilan oxiratga iymon keltirish qanday aloqasi bor desanglar. Men mushu nurg'un ota-onalarni chet ellarda ko'rdim. Ota-ona bir ikki bolasini tarbiyalayman deb ash vatandan chet ellarga musofir bo'ldi. Tuqqanlardan, yutidan, kindik qini to'kilgan yerdan ayrilib, bir ikki bolani tarbiyalash uchun chet ellarda nahayat tas kunlarda yashaydi. Ig'ir qiyinchiliklarga, musofirchilikqa duch keladi. Men shu ota-onalarga deyman, sizlar eng to'g'ri qilgan odamlar. Chunki sizlarningki mush bir farzandni tarbiyalaganinglar shu farzandining pushtidan ta qiyomatgacha keladigan farzandlarni tarbiyalaydilar degan gap. Chunki balanglar yaxshi tarbiyalansa, o tarbiyaning nima ekanligini, tarbiyaning ahamiyatini, bal tarbiyalashning muhimligini tushunadi, o'zining avlodini tarbiyalaydi. Uning avlodlari o'zining avlodini tarbiyalab, ta mush qiyomatgacha shu sil tarbiyalagan avlodinglarning pushtidan kelgan yaxshi avlodlarning bütün yaxshi nama amalning bir nusxasi sizning daftarga yozildi. Mana bu qiyomatga iymon keltirishdan avlod tarbiyalashninki munosabatimiz shu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum va ma alatnahum min amalin min shay" dedi. Ya'ni iymon etgan farzandlari shu ota-onalarga ergashgan
farzandlar bo'lsa, qiyomat kunsi bularni bir yerga to'playmiz. Ballarning savobidan kamlatib qo'ymay, ota-onasiga bir nusx savobni beramiz deydi qarindoshlar. Ya'ni sizlar bir yaxshi farzand tarbiyalab qo'ysanglar, shu farzandning butun qilgan yaxshi savoblarining bir nusxasi sizlarga yozildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda mush o'lib ketgan odam shunda o'lgandan keyin butun savobli ishlarininki yo'li kesildi deydi. Yani o'lgandan keyin sizinki namoz o'qiyamaysa, zakot beramaysa, haj qilmaysa, ishqab savobli ishlarning butun kesilib, 3 ishning savobi o'lgandan keyin davomli shu odamga yetib turdi. Shuning birisi yaxshi farzand tarbiyalab qo'yish degan qarindoshlar. Shuning uchun mana bu farzand tarbiyalashimiz shunday muhim. Demak, farzand tarbiyalash masjiddagi mihrobda ibodat qilish bilan o'xshash gap. Farzand tarbiyalash Allohga qulchil qilishning eng dog'dam yo'li qarindoshlar. Buni kallamizdan hargiz chiqarib olsak bo'lmaydi. Ana men bu yerda qisman ota-onalarga shuni eskartmoqchi. Mushu chet ellarda ba'zi ota-onalar bolamizni tarbiyalaymiz deb noyt pulliq, chiqim ko'p bo'lgan maktablarga olib bolalarini o'qityotdi. Lekin ular shu bolalarning iymoniga, axloqiga, namoziga, e'tiqodiga ko'ngil bilmayotdi. Ota-onalar biz farzand tarbiyalashda birinchi bo'lib iymonliq, insofliq musulmon bol tarbiyalashimiz kerak. Uningga Xudoni tunutmay, Allohni tunutmay bilim o'gitib qo'ysak, ma bola dunyo oxiratda bizga dushman bo'ladigan bolalar. Islom sizlardan buni kutmaydi. Alloh sizlarga farzand bergan chog'da sizlarga bundoq maqsadni bermagan. Shuning uchun mushu ota-onalarni diqqat qilishni so'rayman. Hamda mushu bir bol tarbiyalash ilmida mutaxassis bo'lgan bir odamningki gapini sizlarga naql qilaman. U odam deydi, sen balangda bo'lishni orzu qilgan esil xislatlar, masalan, rostchilik, samimiy bo'lish, pokiz bo'lish, axloqli bo'lish, intizomchan bo'lish, o'zining shaxsiy oila tozaligiga ahamiyat beradigan shundoq esil xislatlarni balangda bo'lishni orzu qilgan shu esil xislatlar deydi. 1 yaşdan tatip 7 yaşgacha bu balda çoxum yetilish kerak deydi. Bala 7 yaşning nersiga o'tkazsa, Xudoga amanat, Alloh umrini uzun qilsin. Anandan keyin u undan keyinki, ya'ni bunda deylik balaning individual xarakteri, balaning kimlik xususiyati, shaxsiyati 1 yaşdan 7 yaşga yetilib bo'ldi degan gap qarindoshlar. Demak, mushu yoshda balaning mijoz xulqi shakllanib bo'ldi. Uningdan keyingisi shu yetilgan bo'yicha bo'ladi. Shuning uchun mushu mezgilda balaga ahamiyat berish ota-onaning bosh tortib bo'lmas mas'uliyati. Men hamda mushu dars so'zlagan vaqtida bu darsimni mendaq so'zlayman. Balaning umr yeshini bosqichlarga bilaman. 1 yoshdan 3 yoshgacha, 3 yaşdan 6 yaşgacha, 6 yaşdan 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24. Mushu bosqichda balalarda diqqat qilib tegishli ishlar, balalarda ko'riladigan ishlar va balalarda shu mezgildagi balalarda ko'rilgan g'ayri normal ahvollarni qandoq betaraf qilamiz? Bu haqda men sizlarga so'zlayman. Shu qatordan balalarning iymoniy jihatini qanday tarbiyalaymiz? Axloqiy jihatdan qanday tarbiyalaymiz, jismoniy jihatdan qanday tarbiyalaymiz, ijtimoiy jihatdan qanday tarbiyalaymiz, psixik jihatdan qanday tarbiyalaymiz, hatto jinsiy jihatdan jinsiy ilmlarini bolalarimizni qanday o'rgatamiz, bu jihat bolalarimiz qanday bir boshlang'ich savod beramiz. Mana bu haqda inshaalloh sizlarga dars so'zlayman. Endi birinchi bo'lib, agar men ruxsat qilsanglar, men mushu darsimning muhim bir muqaddimasini sizlarga bayon qilay. Buningki birinchisi bo'lsa, qarindoshlar, shuni bilib olinglarki, farzand tarbiyalash har bir musulmon ota-onaning gadiniga tushgan farz. Bu farz degan nima degan gap? Qur'on hadisda Alloh sizlar bizdan qilishni keskin talab qilgan
qilmaganlar Allohning jazosiga uchraydigan masalani biz farz deymiz. Islom dinida farz, vojib, sunnat, makruh, harom degan atalg'ular bor. Haram degan qilish qat'iy bo'lmaydigan, qisi jazolanadigan. Farz degan qat'iy qilish, keskin talab qilinadigan, qilmis jazolanadigan mushundoq bir masalani biz farz deymiz. Ana farz deganimizda namoz farz, zakot farz, haj farz, ro'za farz, bal tarbiyalash farz qarindoshlar. Bunu bilishimiz kerak. Bunun Qur'ondagi dalili nima desanglar, Tahrim surasining 6-oyati. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey Allohga iymon etgan mu'min musulmonlar, sizlar o'zinglarni va avlodlaringlarni do'zaxdan saqlab qolinglar. Dаңлық тәпсір шунасының бобылыр болған Muqatil va Dahhak degan olimlar bu oyatga tafsir qilib shunday degan: avlodlarga halol haromni, yaxshi yomonni, to'g'ri xatoni o'gitish ota-onaga tushgan farz, ya'ni bal tarbiyalash farz deb shunday degan. Shuning uchun Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayhi nima deydi desa, Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayhi mushu bal tarbiyalash haqida nima deydi desanglar, Alloh subhanahu va taolo ballarga ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurgan. Ammo bu ballarning ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurishdan ilgari dadlarga ballarni yaxshi tarbiyalashni buyurgan. Mushu bal tarbiyalashda kichik chaqda balni tarbiyalamay, yaxshi o'qitmay, yaxshi bilim egisi qilmay, yaxshi axloq egisi qilmay tashlab qo'ygan ota-onalar balga eng ziyonkashlik qilgan ota-onalar. Nurg'un avlodlarning mushundaq maymoq yo'lda ketib qolishi shu ota-onalarningki farzand tarbiyalashga ko'ngil bilmaganlikdan kelib chiqqan. Ularga kichik chig'da din o'rgatmagan, axloq o'rgatmagan, bilim o'rgatmagan, shundan cho'ng bo'lgan chaqda ularga asqatmagan, yo bir musulmonga asqatmagan, bu balla bir keraksiz bo'lib qolgan. Mushuning tub sababi ota-onalar degan. Hamda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bu bal tarbiyalashning muhimligi haqida shunday deydi: Innalloha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafiza am dayya. Allah subhanahu wa ta'ala har qandaq bir padichidan padangni qandaq baqding, yaxshi baqdingmi yoki buni vayron qilib atdingmi deb so'raydi. Hatto erdin, dadidan o'zining oilasi to'g'riliq so'raydi degan qarindoshlar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala qiyomat kunsi bizdan mush farzandlarimiz haqida chuqum so'raydiganligini Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam degan. Yana bir hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdal min adabin hasan." Yani bir ota-ona o'zining balasiga qoldirib ketgan eng yaxshi hadiya, so'g'at, eng yaxshi miros bo'lsa, go'zal tarbiya deydi. Yaxshi bir tarbiya deydi. Yani balalaringizning qoldirgan eng isil so'g'ating, eng isil mirosing tarbiya deydi. Shuning uchun bosh farzand tarbiyalaymizda pul xashlayotgan, jafo tortgan qarindoshlar, siz to'g'ri qilyapsizlar. Men burunmi darslarim deb keldim. Allah pul bergan, mal dunyo bergan qarindoshlarimizga pulni menda 3 xil shaklda xashlang. Pulni 3 ga bo'ling. Bir qismini Alloh uchun xashlang. Bo'lmasa boshqalar xashlaydi pulingizni. Ko'ryapmiz. Bir qismini o'zingizga ep qo'ying. Bir qismini farzandingizning tarbiyasi uchun xashlang qarindishim. Ballarınızı bankada pul qo'ygandan qo'sig'ida bilim qo'ying. Bu ham siz uchun ham ballarınız uchun eng yaxshisi shu. Mana bu pul xashlashning eng to'g'ri usuli. Alloh bergan molni shunda to'g'ri xashlashimiz kerak qarindoshlar.
Hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah va dinarun anfaqtahu fi raqabah va dinarun tasaddaqta bihi ala miskin va dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran anfaqtahu ala ahlik." Bunda degani sen Allah yolunda cihat üçün bir koy xərcləbsə, qul azad qilish üçün bir koy xərcləbsə, aciz miskin, yetim esir, tul xotunğa bir koy xərcləbsə, üzəngnin ailesi üçün bir koy xərcləbsə, dep bulub, Allah'ın dergahida en savabı ciqi şu ailen üçün, aileni halal beqish üçün, aileni terbiyeleş üçün, avlat terbiyeleş üçün xərcləgan pulunun ecri hemmedin katta devat qarindaşlar. Men demedim buna, Resulullah deydi o. Bu sahih hadis, doğru hadis. Men demedim, Resulullah dedi. Demek farzand terbiyeleş, mana muşundaq bir muhim mesele qarindaşlarımız. Hem bir hadis-i şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi: "Men ala cariyeteyni" deydi. Yani bir atana iki kızını beqib çoğunqıptı. Ve bu ikisini nahayeti yaxşı terbiyelaptı. Yaxşı terbiyelap degan gap öyge solap, işimin gözetmey, öygül beqib demez. Bunu bir talantlık, sapalık, insanlarga, musulmonlarga foydasi tegadigan bir onu buluş salohiyatiga iyi qilib tarbiyalagan mundaq ota-onalarga deydi. Mushundaq ota-onalar bo'lsa, qiyomat kunsi men bilan mushundaq deydi, o'ylab baqinglar qarindoshlar. Men bilan mushundaq deydi. Nima degan ulug' sharaf bu qarindoshlarimiz. Ya'ni Rasululloh men bilan mandaq degani qiyomat kunsi osh butun payg'ambarlar kiradigan jannatul firdavsga kirsa, onun bilan emas, men bilan qo'shni bo'lsa jannatda deydi qarindoshlarimiz. Bundan biz nemini ko'rib olamiz? Qiz bolalarimizni nihoyatda yaxshi tarbiyalash, uni bir ona qilish, uni bir haqiqiy ona, ummatning onasi. Ey qarindoshlar, har qanday bir jamiyatda 60% ayol bo'ladi. Qolgan 40% nereden kelsa shu ayoldan keladi. Demak, biz bir ayolni, qizlarimizni yaxshi tarbiyalaganlik, ummatni tarbiyalaganlik. Hazır biz qizlarimizni oralliq qilib shunda pulab cho'ng qiliblam, opiriblam, uni agirib olsa xuddi bir yukdim. Undaq emas qarindoshlarimiz. Qizlarimizni qachon to'y qilmaymiz yoqda, qizimiz o'zida onu buluş layoqatni, sübutni, en isil xislatni mana. Dunyoda onu buluşdimi cho'ng bir xislat yo'q. Shuning onu buluş uchun ulab ketsa, shehidga taalluqlarimiz bilamiz. Muş anı boğan salayet edilip muşunda terbiyelesak kıyamet günü Peygamber Aleyhisselam bilen bir cennette kopumuz. Man Resulullah'ın diyen gibi bu. Şunun için karındaşlarımız bir Müslüman için perzent terbiyesi muşunda mühim. Anda bu perzent terbiyelenen muhitla aildeyimiz, mescitteyimiz, mektepteyimiz, cemiyetteyimiz, hazır tol, televizyon, internet hemmisi bar terbiyeleşken zor tesir gösteriyor. Ama mutlak en mühim tesir gösteriyor aile. Bu perzent her birimizge bir eynek. Perzentimizi qarab, hemimiz özümüzden qanchalik adam ekanligini ko'rib olsak bo'ladi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shundaq deydi: "Ma min mawludin illa wa yuladu ala al-fitra fa-abawahu yuhawwidan aw yumajjisan aw yunassiran." Her qandaq bir bala sağlam tabiatlik tug'iladi. Yani yağanga qilishni bilmaydi, saxtpazlikni bilmaydi, sat gap qilishni bilmaydi, pak oppoq qog'ozdek tug'iladi. Uzaq o'tmaylam ata-onasi u balani Yahudi, Nasara, Majusi, har xil saxtpaz, qo'ymichi, qaraqchi mushundaq kerak kelmaydigan ata-onasi qilib qo'ydi deb Alloh payg'ambar alayhisalom shundaq deydi qarindoshlar. Shuning uchun bu oila bek muhim. Men dedim, bala aynak. Siz o'zingizni shu balangizni ko'rsangiz bo'ldi. Men shunday qilishim kerak. Hammanglar o'zingizga ko'makchi bo'lsanglar, bala siz uchun bir aynak qarindoshlar. Shuning uchun bir olim shunday deydi: oilasiz bal tarbiyalashdan eg'iz ichish mumkin emas. Agar oila
bal tarbiyalashdan başlasa dünyada farzand tarbiyasi mavjud emas deydi qarindoshlar. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala ballarni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Ballarning gadinda ota-onaning haqqi bor. Lekin ota-onaning gadinda balning haqqi bor. Balning haqqi ota-onaning balının ota-onasining haqqi ota-onaning balidagi haqqidan oldib turdi qarindoshlar. Shuning uchun biz nima deymiz? Bal tarbiyalash mana shundaq eng muhim farz deymiz. Ikkinchisi bal tarbiyalash bir fan, bal tarbiyalash bir ilim, bal tarbiyalash bir san'at, bal tarbiyalash bir mahorat. Buni o'g'inish, izlanishga, davomli o'qishga, mushundaq darslarni anglashga ehtiyojli qarindoshlar. Bir dada shundoq bir bola so'z dadib qolmaydi, uning bal tarbiyalashning qoidasini bilib qolmaydi. Bir ana shundoq to'g'rilam o bolalarni tarbiyalashni bildigan bir ana bo'lib qolmaydi. Qanday qilish kerak? O'g'inish kerak. Mushu nurg'un avlodlarningki yaman yo'lga kirib ketishi yoki keraksiz bir insonga aylanib qolishi mush ota-onalarningki farzandni qandoq tarbiyalash, ballarda ko'rilgan har xil nachar illatlarni qandoq hal qilishni bilmaslikdan kelib chiqadi qarindoshlar. O'ylab baqili. Bir reminutchi desak, bu reminutchining qiladigan vazifasi motordagi bir illat chatoqni tepib, shuni o'ngshash yoki shu motorni asrash. Shuning uchun qanchalik umr sarf qildi shu reminutchi shuni bilish uchun 5-6 yil, 7-8 yil shogird bo'ldi qarindoshlar. Bir tokchi deydi, bir tokchi bexatar shu tok ishlarini qilish uchun bir universitet bitirdi qarindoshlar. Ondan keyin bir ustamning somkasini necha yil ko'tirdi. Ey dunyoda insondan bak muhim omil bormi? Dunyodagi eng qimmatli maxluqot kimi? Qur'oni inson. Va laqad karramna bani adam. Biz insonni eng obro'li, eng katta qildik deydi. Mushundaq bir insonni yasash, bu insonni bir tarbiyalab chiqish uchun ilmga muhtoj bo'lmaymizmi? Shuning uchun ikkinchi muhim masala bal tarbiyalash ilmga muhtoj. Chunki inson mush koinotlar ichidagi eng murakkab, eng chigish, eng bir tushungil bo'lmaydigan, eng uqul bo'lmaydigan murakkab bir maxluq qarindoshlar. Bir minutning ichida kulsa, bir minut ichida yig'laydi. Shu minutning ichida xo'shal bo'lsa, shu minutning ichida g'amkin bo'ladi. Bir holatini yana bir shunda o'zgaraydi. Mana buning qonuniyatlarini mushulan qanday muomala qilamiz, qanday tarbiyalaymiz? Ya'ni bal tarbiyalash mahorat, ya'ni ilm, ma'rifat talab qiladigan ish. Balalarimizda salbiylik bo'lib qolsa, u salbiylikni qarindoshlar o balani urib, tillab, vaqirab tarbiyalaydigan zaman tugadi. Makalan o zaman tugadi, yo'q, hozir aqmaydi o ishlar. Hozir bizning davrimizda bal tarbiyalashga ilm ketadi. Mahorat ketadi. O burunqida qilsak aqmaydi qarindoshlarimiz. Hozir bizni chatog'i shu bo'libmi Uyg'ur musulmonlari mush farzand tarbiyalash ilmiga qat'iy ko'ngil bilmayapmiz. Bu sohada bizda bir yaxshi kitoblar yo'q. Bu sohada bir ustozlarningki keng ko'lamli bir darsi yo'q. Lekin men deyman, ummatning oxir qo'rg'ini avlodlar bu kelajak istiqbol yulduzlarini yaxshi tarbiyalamasak bizga nijotlik yo'q deb men keskin aytalayman qarindoshlarimiz. Buning qat'iy sal qarashqa bo'lmaydi. Baldagi har xil illat nuqsonlarni qanday bayqaymiz, uni qanday bartaraf qilamiz? Ballardagi ijobilikni bayqab, shu ijobilikni qanday qilib ballarni rag'batlantirib, shu ijobilikni bir foydali omilga qanday aylantiramiz? Shuni ballarda qanday bir texim yetildirib, taraqqiy qildiramiz? Buni cho'qim bilishimiz kerak. Buni bilmasak, tarbiyalik bo'lmaydi farzandlarni. Uchinchi muhim masala bo'lsa, qarindoshlar, bal tarbiyalash uchun izchil sabr qilish to'g'ri keldi. Masalan, biz bilamiz, bir odam bir ko'chat tiksa,
O ko'chat uchun meva berish uchun bir necha yil ketadi. Masalan, yong'oq tiksak, yong'oqni meva berish uchun bir necha yil ketadi. O'ylab boqinglar, bir o'simlik uchun shuningki harom shoxlarini elib, tüyüge uğutqujup, necha yil kuchiganda, vaqtida shuning ko'ngil bilib, shuning parvish qilgan vaqtida bir ko'chat meva beradigan gap. Ani bu inson, bu murakkab inson. Hey, dunyoda bu mahsulot uni kashf qilibdi, buni kashf qilibdi deydi. İnsondak bir cho'ng sana, inson tarbiyalashdak cho'ng bir sanoat yo'q. İnson tarbiyalashdak cho'ng bir ilim yo'q. İnson tarbiyalashdak inson bir otaning bir insonni tarbiyalab chiqishi dunyodagi nurg'un murakkab zavoddan muhim masala ma qarindoshlar. Shuning uchun buning sabr qilish kerak. Shuning Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim nim deydi? Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha. Sen oilangni, farzandlaringni namozga buyuru va bu yo'lda izchil sabr qil dedi. Sabr qil dedi jumada. Wastabir yani izchil, davomli, tavranmay sabr qil deb Alloh bu yerda isbir demdi. Wastabir ay izchil turda davomli avlod tarbiyalashda sabrchan bo'lishing kerak dedi. Chunki inson tarbiyalash sanoati bo'lsa, eng muhim sanoat, eng inchik sanoat, eng xatarlik sanoat. Buning uchun eng ko'p kuch chiqarishga arziydi. 4-chi masala bo'lsa, qarindoshlar, asli bu 4-chi emas, 1-chi bo'lish kerak. Balamizni tarbiyalash uchun o ming qilsaqmi, yana Allohning yordamiga biz haqiqatan bak muhtoj. Shuning uchun balalarimizning yaxshi avlod bo'lish uchun kech kunduz herib qolmay, unutilib qolmay, sajdaga borgan chaqda duo qilishimiz kerak. Biz tarbiyalaguchilarning peshvosi bo'lgan, tarbiyalaguchilarning bobosi bo'lgan payg'ambarlar kech-kechalab duo qiladi qarindoshlar. Masalan, biz Ibrohim alayhisalomningki Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, men solih farzand bersang deb duo qilganini Qur'oni Karim tilg'agan. Zakariya alayhisalomning duo qilib, hunalika da'a Zakariya robbah qol robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Ey Allah, bana öz nazdingdan, öz dargohingdan yaxshi avlodlarni bersang deb mushundaq duo qilganligi Qur'oni Karimda bor. Yaqub alayhisalomningki duo qilib va inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliyan yarithuni wa yarith min ali Yaqub. Yani shundoq bir yaxshi farzand berishni tilagan. Yaqub alayhisalom bo'lsa, o'lib ketilgan vaqtida nim dedi? Am kuntum shuhada id hadara Yaqubul maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yani Yaqub alayhisalom o'lib ketib, shunda sakratda vaqtda balalarim men o'lib ketgandan keyin sizlar kimga qo'lchilik qilasizlar, kimga banda bo'lasizlar deb, ya'ni mush o'lib ketgan chaqdan balalarning iymon, e'tiqod, tavhid masalasida mushlarga nasihat qilib, mendan keyin zotisiz qanday yashamoqchi, qaysi e'tiqod yashamoqchi deb mushunda balalarga nasihat qilganligi, ya'ni Allohdan ey Allah deb balalarning yaxshi bo'lishiga duo qilganligi tilga olingan. Shuning uchun qo'limizdan qanchalik kelsa, qanchalik duo qilsak, balalarimizning yaxshi bo'lishi uchun arziydi qarindoshlar. Zodi qilaylik, kech kunduz duo qilaylik. Chunki Alloh muvaffaq qilmasa, hech kim muvaffaq qilolmaydi. Alloh bizni farzand tarbiyalashga yordam qilmasa, hech kim yordam qilolmaydi. Allohning iznisiz qil tavrimaydi. Shuning uchun duoni qat'iy tark etmaslik va savabini chuqum qilish kerak. 5-chi muhim masala bo'lsa, qarindoshlar, men mushu 4-5 yil burun bir xonimning darsini oldim. Darsda
farzand tarbiyasi haqida dars so'zlab bo'lgandan keyin bir odam telefon qilib, "Damullam, mening balam 2 oylik bo'ldi. Men maş farzandni qanday tarbiyalashni o'rganay degan" debdi. O odam televizorda o'tirib, "Sen kechikibsan" dedi. Men hayron qoldim. Bu 2 oylik bola bo'lgan bola tarbiyalaysam kechikibsan dedi. Nima deydiganda bo'lsam, sen bolani tarbiyalashdan burun onasini yaxshi tanlashing kerakdi. Onasini tanlashni, men balamning onasini qanday tanlayman deb so'rashing kerakdi deydi. Demak, biz bolalarimizningki yaxshi odam bo'lish uchun onasini yaxshi oiladan tanlashimiz kerak. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda "Takhayyaru linutafikum fankihul akiffa wankihu ilayhim." Sizlar ballariңlarning onasini yaxshi tanlanglar. Sizlar mundaq bir sapaliq, layoqatlik odamlarga qiz beringlar, layoqatlik odamlardan qiz elinglar. Yani anısını tanlanglar degan qarindoshlar. Navbatdagi mushu irsiyatshunaslik ilmidimi? Mush ballarninki mush irsiy jihatdan shu ajdodi, avlodlari, mush tuqqanlar yaqinni bir xil ta'sir bo'lganligi isbotlandi. Hamda masalan, nayt sog'lom, inoq oilada cho'ng bo'lgan ona bilan ata-onasi bilan bir-biridan kelishmaydigan, urushib turadigan, avlodlarda mandaq din yo'q, e'tiqod yo'q, sog'lom bo'lmagan oilada cho'ng bo'lgan qiz bilan sog'lom, pokiz, nasabi esil, dindor oilada cho'ng bo'lgan qizlar hargiz o'xshashmaydi qarindoshlar. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hin bir hadis sharifda mushu ballarninki qizning tag'illariga, qizning ak-ukullarga o'xshaydiganligini hadis sharif degan. Yani bunda degandek, bu qiz oiladan o'zining xuluq, mijoz, qimmat qarash, tafakkuri shu oila tarbiyasidan oladi. Shu tarbiyani chuqum baliq singdirdi. Shuning uchun farzandim yaxshi bo'lsin deganlar chuqum balining onasini tanlashimiz kerak. Yaxshi tanlashimiz kerak. Eng oxirsida qarindoshlar, eng oxirsida biz farzandimizni yaxshi tarbiyalaylik deydi ekanmiz. Shundaq bir balimiz dunyoga ko'z ochidi ekan, biz o'zgarishimiz kerak. Nurg'un narsalarda o'zgarishimiz kerak. Chunki biz balaga nisbatan bir o'rnak. Bala bizga qarab turib, o'ziga qimmat qarashini tiklaydi, dunyo qarashini tiklaydi. Shuning uchun biz o'zimiz televizor qarab o'tirib, "Balam, menga sen ma ko'ma bu" degan cho'nglar ko'radigan kino desak bo'lmaydi qarindoshlar. O'zimiz bir ishni qilib, "Balam, sen qilma, kichiklar bu ishni qilib bo'lmaydi" desak, bu xatolar, ig'ir xatolik bu. Biz balamizning qandoq bo'lishini orzu qilsak, ota-ona shundoq bo'lgan vaqtida oningdan keyin bala yaxshi tarbiyalandi. Men mushu farzand tarbiyalash haqida nurg'un g'arbcha, islomcha materiallarni ko'rdim qarindoshlar. Mush mayli g'arb dunyosida bo'lsin, mayli musulmonlar bo'lsin, yozgan kitobda mundaq bir muhim nuqtaga tilga ilingan. Mayli g'arbcha kitoblarda bo'lsin, mayli islomcha kitoblarda bo'lsin, mush ballarninki mush ota-onani o'rnak qilib cho'ng bo'lishi bu ajoyib muhim ekan. Shu ballarni o'rnak bilan tarbiyalash ekan, ya'ni ota-ona shu bola uchun yaxshi o'rnak bo'lishimiz kerak ekan. O biz ballarimiz men qilamabdik, sen qil, men o'qiyamabdikan, sen o'qi, men falon ish qilam, u quruq gap qarindoshlar. Ballarimiz zodi yaxshi o'qisin desak, biz qo'limizdan kitob tushmasin. Ballarimiz imonliq odam bo'lsin desak, og'zimiz zikrdan to'xtab qolmasin. Ballarimiz bilimlik odam bo'lsin desak, oilamizda bir ilmiy muhit yaralsin. Nurg'un onalar balam o'qi deb qo'yib telefon o'ynaydi. Bu ana emas. Amaliyotda balamiz bir shayton bilan o'ltirdi qarindoshlar. Shuning uchun bu bal tarbiyalashda bal tarbiyalaylik deydiganmiz. Onu o'zgarish kerak, dada o'zgarish kerak, bola qandoq bo'lsin desak, biz shundoq bo'lsak, undan keyin bola shundoq bo'ldi. Demak, biz bu darsimizda qarindoshlar
Birinchisi bal tarbiyalashning farz ekanligi, ikkinchisi bal tarbiyalashning bir ilm, mahorat, san'at ekanligi, uchinchisi bal tarbiyalash uchun sabr qilishning muhimligi, to'rtinchisi bal tarbiyalash uchun Alloh subhanahu va taologa yoldirib duo qilishning muhimligi, beshinchisi bal tarbiyalash uchun balning onasini yaxshi tanlashning muhimligi, oltinchisi bal tarbiyalash uchun old bilan o'zimizning o'zgarishning, o'zimizni isloh qilishning muhimligi haqida so'zildik. Alloh subhanahu va taolo anglaganlarimga old bilan o'zimning bir amal qilishga nasib qilsin va boshqalarning mushtarisini anglab bir amal qilib qolsanglar, duo qilinglar. Bu darsni keng ko'lamda tarqalishga yordam qilinglar. Alloh subhanahu va taolo bizni foydali ilmni anglab amal qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني